Ye, Rasul, tinchlikmi? Tinchlik emas, jigar. Xotinimga yondim. 1-2 kun sanikida qolib tursam bo'ladimi? Voy, xotiningga povod berib o'tirsanmi erkak boshing bilan? Uyimni to'g'ri saniki jigar. Faqat shuna xotindan bir og'iz so'rab oling, xo'pmi? 5 minutda chiqaman. Hal bo'ldimi, jigar? Bilaman, iching yonib turibdi. Mana shuni ichib turgan muzdekkina hal qilganman, xotinimdan ruxsat so'rab o'tirmayman, bilasan. Mana shuni ichib turishim 5 minutda hal bo'ladi, 5 minut. Kutib turaman, jigar, kutib turaman. Hal bo'ldimi, jigar? Jigar charchagan bo'lsa, mana shu stolda o'tirib turgan, 3-4 minut qoldi jigar, eski hal qilaman hozir. Mana shu stolda o'tirib turib bo'ladimi? Bo'ldi, men mana shu stolda o'tirib turaman, kutib turaman, jigar. Jigar, razvedka olib chiqdim. Menimcha ruxsat ololmading-a, o'rtoq. Voy, nima deganing bu? Mashin bilan uraymi, xotinni hozir kirib bo'yniga uraymi hozir? Bo'ldimi, kiraveraymi? Hal jigar, men ko'rpacha yostiq olib chiqdim, mana shu yerda yotib turgan bo'ldi. 2 minutda yo'q hal bo'ladigan bo'lib turibdi o'zi. Jigar, ozgina xijolat bo'laman, ketaveraymi? Yo'q, xijolat joy bormi jigar? Mana ko'rpacha, mana yostiq, mana shu yerda yotib turgan, men hozir chiqaman, men hozir 1 minut. Umr oqmas bir tekisda tek. Jigar? Voy, hal bo'ldimi? Ay, jigar, bilasan, yoshligimdan javob berganman va menga qaradim. U meni jigarim, sen meni xotinimsan dedim. Ayol kishimi o'rnini bilsin o'zini, tushundingmi? Demak, hal bo'lgan. Hal jigar, mana mana shu yerda yotsam bo'ladimi? Meni ham haydab yubordi bu oningni. Make that Lamborghini pussy pop. When I'm in that pussy, Millie rock.